Tomoshabinlar mana shu hozir tog' yonbog'ida katta Machsoy deyiladi. Chunki mana shu tosh turgan joylar ilgari ota-bobongiz vaqtida qolgan masjid bo'lgan. Ilgari hayit namozlari kelib shu yerga o'qilgan. Mana bu o'rtada belgi do'nglik ikki Machsoyni ajratib turadi. Chunki mana bu kichkina Machsoy deyiladi. Mana bu yonalikda qabriston bo'lgan deyiladi. Necha asrlik narsalar bular. Kichkina Machsoy o'rtadagi ajratib turadigan belgi. Machsoyni masjidni o'zi joyi bu katta masjid.